Biz hozir sizlar bilan indikatorlarning muhitga ta'sir reaksiyalariga oid bo'lgan tajribalarni bajaramiz. Buning uchun dastlab bizga probirka, o'lchov probirkalari, distillangan suv, pipetkalar, indikatorlar ya'ni lakmus, metil oranj, fenaftalin hamda xlorid kislota va ishkor kerak bo'ladi. 3 ta probirka olib, bularning har biriga 2 ml dan distillangan suv solib olamiz. Mana distillangan suvni ham solib oldik. Endi uning ustiga birinchi probirkaga lakmus, ikkinchisiga metil oranj va uchinchisiga fenaftalin eritmasidan bir necha tomchi qo'shib olamiz. Birinchisiga lakmus, ikkinchisiga metil oranj, uchinchisiga fenaftalin. Endi ularning suvdagi ranglarini ko'rib chiqib yozib olamiz. Keyin har bir probirkaga 0,1 normal xlorid kislota eritmasidan qo'shib chiqamiz. Natijada reaksiyamizda hosil bo'lgan ranglarni kuzatamiz. Endi xuddi shu tajribani ishkoriy muhitda bajaramiz. Yana 2 ml dan distillangan suvni solib chiqamiz. Yangi 3 ta probirkaga. Birinchi probirkaga lakmusdan, ikkinchi probirkaga metil oranj, uchinchi probirkaga esa fenaftalin kadrlardan tomizamiz. Mana ko'rganingizdek, endi ishkor etmasdan ham solamiz.
Bu yerda biz indikatorlarning ishqoriy va kislotali muhitda rang o'zgarishlarini kuzatishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, indikatorlar muhitning kislota yoki ishqoriyligini aniqlash uchun xizmat qiladi. Ya'ni, lakmus kislotali muhitda qizil rangga kirsa, ishqoriy muhitda ko'k rangni hosil qiladi. Metil oranj kislotali muhitda ham qizil rangni, ishqoriy muhitda esa sariq rangni hosil qiladi. Fenaftalin esa kislotali muhitda rangsiz hisoblansa, ishqoriy muhitda pushti rangni hosil qiladi. Indikatorlar yordamida o'tkazilgan tajriba shuni ko'rsatadiki, eritmaning kislotali, ishqoriy yoki neytral muhitga ega bo'lishi elektrolitlarning dissotsialanashi va tuzlarning gidrolizi bilan bevosita bog'liqdir. Shunday qilib, indikator eritmalar muhitni va gidroliz jarayonlarini amaliy jihatdan aniqlashda qulay vosita hisoblanadi.